Assalomu alaykum Pechnik kanali muxlislari. Mana tong sahar soat 3. Qop-qorong'i. Lekin hali ham ishlayapmiz. Biz Buxorodamiz. O'sha yakuniy ishlar. Qozon o'choqlarini, chernovoyni qo'yib qo'ydi. Krishkalarni qo'yib yuborsa, ertaga stiklavatolari bilan. Yana arkalarni ham qo'ydi. Armaturalar ichiga to'qib. O'zgacha koronalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Koronalarimiz o'yildi. Boshdan xizmatlar bo'lsa bemalol tepada Telegram kanallarimiz bor. Obuna bo'lib qolasizlar. O'sha yerdan Telegram lichkalarimizga o'tib bemalol murojaat qilishingiz mumkin.